Oxirgi kunlarda sochlarim to'kilib, siyrak bo'lib qolgani sababli Fadil klinikasiga murojaat qilishga qaror qildim. Meni qabulxonadan yoqimli muhit va samimiy munosabat bilan kutib olishdi va trixolog ko'rigiga yo'naltirishdi. Trixoskopiya, ya'ni bosh terisi va soch ildizlarini tekshiruvdan o'tkazgandan so'ng qon aylanishida muammo va vitamin yetishmovchiligi borligi aniqlandi. Shifokor menga individual davolash kursi va plazma terapiya muolajasini yozib berdi. Dastlab biroz qo'rqdim, lekin mutaxassislarga ishonch bildirdim. Plazma terapiya bu o'z qoningizdan olingan plazmani bosh terisiga yuborish orqali sochni o'stirishni faollashtiradigan amaliyot hisoblanib, soch to'kilishini kamaytiradi, sochni qalinlashtirib, sog'lomlashtiradi. Natijani mustahkamlash uchun esa fototerapiya amaliyotini ham bajarishdi. Men xizmat va servisdan juda mamnun bo'ldim. Agar sizni ham shu muammolar bezovta qilayotgan bo'lsa, bemalol ushbu klinikaga murojaat qilishingiz mumkin.